Assalomu alaykum hammaga. Mana shunaqa yangi qurilgan uylarning yonidan qo'shni bo'lib tushish xohlaydiganlar bo'lsa, mana shu uyimiz sotilyapti. Yashnobod tumanida juda ham pul zarur bo'lganligi uchun juda ham arzonga berilyapti. Hozir sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Mana bu qo'shnilar, aytishlari bo'yicha naryoqda havas, korzinka, maktab, bog'cha hamma narsasi 100 metr ichida. Xo'p, bu yerda mana bu darvozaxonaga kiraverishdagi darvozaxona. Darvozaxonasi borligini eshitganmisizlar? Xuddi shunga o'xshagan joy. Mana shu darvozaxonaga kiraverishdan oldingi bitta kichkina darvozaxona bo'ladi. Bu uyimiz 7 sotuq. Bu yerda katta hovli bo'lgan, ana o'shani bo'lib sotishyapti. Kirganimizda mana bu bizani o'sha darvozaxonamiz. Bemalol mashina qo'yishga 2 ta, 3 ta, 4 ta mashina ham sig'adi. Mana bu yerga zelenlarni ekib qo'yishibdi. Bu yoqdan boshlaymiz. Mana bu yer molxona, bemalol qo'y, mo'l boqsa bo'ladi. Endi bu yoqda xonalar joylashgan. Mana bu yerni yaqinda qurishibdi. Ya'ni bu yerga o'zlari uchun deylik joy qilishgan. Ozgina tartibsiz bo'lsa e'tibor qilmaysizlar, chunki bu uy sotilyapti. Mana shu joy 7 sotuq. Yashnobod tumanida pul zarur bo'lganligi uchun juda arzonga berishyapti. Like bosib, kommentariy yozib tarqatib qo'ysanglar, narxini hozir aytib o'tamiz. Mana bu oshxona cho'pli pol qilingan. Bu yerda ichkarida sanuzellari ko'ryapsizlar, juda ham katta. Sanuzellarini o'zi juda ham bir katta, cho'pli pol qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi bu tomonda ko'rsatadigan bo'lsak, uylar joylashgan. Katta oila uchun bemalol yashasa bo'ladigan joylar. Ya'ni 6 xona uy. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Endi bu yerda hozir hech kim yashamaganligi uchun chiroqlar yo'q. O'shaning uchun mana bu hovlida daraxt, manzara, havo vafshe zo'r. Umuman olganda yashasa bo'ladigan joy. To'g'ri, endi ozgina kosmetik ishlari bor. Bu yerda bemalol xohishingizga qarab qilib olsanglar bo'ladi. Mana bu xonalar. Hop. Mana shu hovlimiz demak sotilyapti. Yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Kadastr dokumentlaridan umuman muammo yo'q. Svet, suv, gaz. Yana bitta hozir tashqarida ko'rsatib o'tkazaman. Gaz masalasida ko'pincha so'raydiganlar, bu akamiz bu uyga gazni katta sentralniy joydan o'tkazgan ekanlar. Xo'p, endi mana bu yerda ko'rib turgan joylar bo'lsa, uy bo'lib beriladi. Ya'ni o'zi bu yog'i tayyor sotuvga, ya'ni kadastr qilib bemalol o'tkazib olsa bo'ladigan joy. Dokumentlarda umuman muammo bo'lmasligi aniq. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga telefon qilasizlar. Mana shu hovlimiz sotiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $112,000 ga mana shu 7 xona uyimiz deylik sotiladi. Hech qanaqangi dokumentatsiya va boshqa narsadan muammosi yo'q. Deylik bu yerda 2 kishi, 3 kishi katta oila bo'lsangiz, sotib olib bemalol bo'lib, yana boshqatdan bemalol qo'shimcha, ya'ni bu tomoniga uy qurishingiz mumkin bo'ladi. Endi akamiz aytayotdilar, "Mabodo bundan ham kattaroq joy bo'lishini xohlayman" deysa, mana bu devorni orqa tomonidagi, mana shu devorni ichi tomonda yana 4 sotuq alohida joyi bor ekan. Xohlasa shu bilan birga qo'shib sotaman deyaptilar. Xo'p, xohlasa mana shu 7 sotuqni o'zini olsa ham bo'ladi, chunki bu yerni boshqa odamga bemalol sotib yuborishlari mumkin ekan. Boyaga gaz masalasida aytib o'tmoqchiman. Mana ko'rgan bo'lsanglar, gazni sentralniydan, mana katta turbadan tortib kelib ichkariga o'tkazgan ekanlar. Mana katta darvozaxona. Mana bu devor ortida esa yana 4 sotuq uy bor. Xohlovchilar bo'ladigan bo'lsa, xohlasa mana shu 7 sotuqni o'zini olishi mumkin. Xohlasa mana shu 4 sotuqni ham qo'shib olib, kattagina bir 3-4 oilaga yashaydigan bemalol uy qurib yashasa bo'ladi. Bu yerda hech nima qurilmagan, o'shaning uchun bu yerni ko'rsatmadim. Mana bu uyda esa bemalol yana 2 ta katta oila yashashi mumkin. Xohlasa u yerni ham sotib olib, 3 ta katta oila yoki biznes qilaman degan kottejchi akalarimiz, dacha villa quraman degan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu raqamlarga aloqaga chiqasizlar. $112,000 ga sotiladi. Xo'p, mana bu yerda manzarani ko'rishingiz mumkin. Yer, yo'l asfalt qilingan, polностью toza. Mana bu tomonda ham mahalla, ya'ni odamlar bor. Oldida ko'rib turganinglardek suv
oqib o'tgan. Mana bu yerda dala, bemalol qo'y, mol, naryoqda ko'rgan bo'lsanglar, qo'y, mol boqib yurishibdi. Mol qilaman degan akalarimiz uchun ham bemalol. Mana bu atrofda aytishlari bo'yicha hali unaqa uylar qurilmagan edi. Mana qurilishi boshlabdi. Demak, bu yerda ham odam gavjum bo'ladi. Ya'ni vaqt o'tmasdan bu yerni tezroq sotib olishga harakat qilish kerak deb o'ylayman. Yana ham bu meni fikrim, yana ham sizlar o'zingizlar fikringizni kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Mana bu yerda akamiz chiroyli uy qurib qo'ygan ekanlar. Xuddi shunga o'xshab mana shu uylar qator bo'lib qurilishi mumkin. Demak, shu uyning egasi siz bo'lishingiz ham mumkin. O'shaning uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Aytganimizdek mana bu 4 sotuq ham xohlasanglar qo'shib sotiladi. Uy juda ham katta bo'ladi.